Ekran ko'rinyaptimi? Ha, ko'rinyapti. Bo'ldi. Xo'sh. Uslublarni gaplashdik, kecha uslublarini. Yodga olmoq iborasiga qaysi so'zni teng qilamiz? Eslamoq Eslamoq. Xamirdan qilsiq urgandek. oson, Mhm. birdaniga. Almisoqdan qolgan. Eski, Bag'ri tosh. qahri qattiq desak bo'ladimi, bardosh? Bo'ladi. Mehrsiz qahri. Mehrsiz ham qahri qattiq ham bo'ladi. Dunyo turguncha abadul abad degan bo'ladi. Yaxshi. Dunyo Daqyonusdan qolgan, almisoqdan qolgan. Almisoq so'zi Alloh odamlar dunyoga kelishidan oldin ularga o'zini tanitgan, ahdlashgan jarayonni anglatadi. Almisoqdan beri, qachondan beri musulmonsansa, almisoqdan beri deyishadi. Xo'sh. Ko'rdik, ilmiy uslub, badiiy uslub, bularni ko'rdik. Uslublarni bemalol farqlaysiz. Uslublardan ham tushadimi testda? Yo'q, uslubni o'zidan tushmaydi. Uslubni bilish nimaga kerak? Qaysi so'z qaysi uslubda qo'llanilganligini bilishda kerak. Masalan, muhabbat so'zi bor, mubtalo bo'lmoq so'zi bor, to'g'rimi? Muhabbat so'zini neytral deymiz, mubtalo bo'lmoqni nima deymiz? Badiiy deymiz. Badiiy, ishq tushmoq, Ha. badiiy. Ana shularni farqlash uchungina bilish kerak uslublarni. Xo'p, mana antonimlarni qo'llanilishi kelyapti. Mana shu yerdan boshlaymiz. Madina ham chatga kirolmayapti ekan. Nimaga bitta sizga eshitilib qolganlarda unaqa bo'lyapti? Nimadan? Boshqatdan o'chirib yoqasizmi aka? Shunaqa.